Mana shu novostroykamiz patqatlovon o'zi 800 dollar atrofida sotilgan. Ammo sizlarga tayyor bitgan holatida 750 dollardan, ya'ni quruvchilardan ham arzonroq narxda 80 kvadratli 3 xonali kvartirani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni biz Olmazor rezidensiyaga kelganmiz. Yo'q tarafimizda Olmazor GAI, Sag'bon ko'cha Nabiyev bo'ladi. 8-etajda joylashgan kvartiramizni hozir ichkaridan ko'rsatib beramiz. Srochniy variant, ulgurib qolinglar. Uyimizning planirovkasi keladigan bo'lsa, pod'ezd eshigimiz kirishimiz bilan mana shunaqa hol bo'ladi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda birinchi xonamizda zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Chap tarafda birinchi xonamizda katta yotoqxonasi bo'ladi. Kichkina balkoni ham bor. Uni yonida bolalar yotoqxonasi joylashgan. Ko'rib turganlaringizdek, ikki taraflama derazasi bor. Planirovka juda ham zo'r. Bu yoqda ikkita sanuzul joylashgan bo'ladi. Tualet vanna alohida qilib qo'yilgan holatda va bu yoqda kuxnyamiz joylashgan. Uni o'zida ham kichkinaroq balkoni bor. Ko'rib turganlaringizdek, planirovkasi juda ham zo'r. Pod'ezdlarda ikkitadan liftlariga ega bo'ladi. 60 ming dollar uchun juda ham zo'r narx deb o'yladim. Atrofda maktab, bog'cha, masjid hammasiga bir qadam. Shundoqqina mana shu zananing oldida maktab joylashgan. Ma'muzda poliklinika bo'lar ekan. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Mana shu novostroykamiz patqatlovon o'zi 800 dollar atrofida sotilgan. Ammo sizlarga tayyor bitgan holatida 750 dollardan, ya'ni quruvchilardan ham arzonroq narxda 80 kvadratli 3 xonali kvartirani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni biz Olmazor rezidensiyaga kelganmiz. Yo'q tarafimizda Olmazor GAI, Sag'bon ko'cha Nabiyev bo'ladi. 8-etajda joylashgan kvartiramizni hozir ichkaridan ko'rsatib beramiz. Srochniy variant, ulgurib qolinglar. Uyimizning planirovkasi keladigan bo'lsa, pod'ezd eshigimiz kirishimiz bilan mana shunaqa hol bo'ladi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda birinchi xonamizda zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Chap tarafda birinchi xonamizda katta yotoqxonasi bo'ladi. Kichkina balkoni ham bor. Uni yonida bolalar yotoqxonasi joylashgan. Ko'rib turganlaringizdek, ikki taraflama derazasi bor. Planirovka juda ham zo'r. Bu yoqda ikkita sanuzul joylashgan bo'ladi. Tualet vanna alohida qilib qo'yilgan holatda va bu yoqda kuxnyamiz joylashgan. Uni o'zida ham kichkinaroq balkoni bor. Ko'rib turganlaringizdek, planirovkasi juda ham zo'r. Pod'ezdlarda ikkitadan liftlariga ega bo'ladi. 60 ming dollar uchun juda ham zo'r narx deb o'yladim. Atrofda maktab, bog'cha, masjid hammasiga bir qadam. Shundoqqina mana shu zananing oldida maktab joylashgan. Ma'muzda poliklinika bo'lar ekan. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Mana shu novostroykamiz patqatlovon o'zi 800 dollar atrofida sotilgan. Ammo sizlarga tayyor bitgan holatida 750 dollardan, ya'ni quruvchilardan ham arzonroq narxda 80 kvadratli 3 xonali kvartirani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni biz Olmazor rezidensiyaga kelganmiz. Yo'q tarafimizda Olmazor GAI, Sag'bon ko'cha Nabiyev bo'ladi. 8-etajda joylashgan kvartiramizni hozir ichkaridan ko'rsatib beramiz. Srochniy variant, ulgurib qolinglar. Uyimizning planirovkasi keladigan bo'lsa, pod'ezd eshigimiz kirishimiz bilan mana shunaqa hol bo'ladi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda birinchi xonamizda zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Chap tarafda birinchi xonamizda katta yotoqxonasi bo'ladi. Kichkina